onlayn munosabatda juftliklar bir-biriga ishonchni qanaqa oshirsa bo'ladi? Onlayn munosabatda Ha. onlayn munosabatlar o'zi qanday paydo bo'ldi? Birinchi navbatda, agar bu insonlar oldin jonli hayotda bir-birlarini ko'rib, bir-birlarini tanlab, ahd paymon qilib, munosabatlarini davomini ma'lum bir vaziyat va sabablar tufayli onlayn davom ettirayotgan bo'lsalar, bu umuman boshqa masala. Bunda yondashuv boshqacha. Agar hozir ijtimoiy tarmoqlar orqali, deylik Instagram orqali, Facebook orqali tanishib, munosabat o'rnatayotgan bo'lsalar, bu qanchalik jiddiy, shu haqida o'ylab ko'rish kerak. Chunki bir narsani tushunish kerak. Har bir insonda, ayniqsa erkak kishida ovchilik instinkti bor. U o'zini juftini qo'pol qilib aytganda hidlab ko'rish kerak. His qilib ko'rish kerak. Uning uchun albatta jonli uchrashuv kerak. Shuning uchun onlayn munosabatlarni boshi nimadan boshlanadi? Onlaynda boshlangan bo'lsa, baribir oradagi distansiya orqaligina ma'lum bir vaziyatlarni birga yechib o'tish bilangina bu munosabatlarni mustahkamlash mumkin. Lekin onlayn munosabatlarda har doim distansiya muhim. Chunki onlayn munosabatda inson eng xavfli bir tuzoqqa tushadi. Ya'ni o'zida yo'q bo'lgan narsani bor qilib ko'rsata oladi. Chunki ko'rmaydi-da u inson. O'zida yo'q narsani bor qilib ko'rsataverganlar, hatto shunday insonlar borki, o'zi ham ishonib qoladi yolg'oniga. Ana bu holat keyin juda og'riqli bo'ladi. Shuning uchun onlayn munosabatlarga yaxshisi ehtiyotkorlik bilan munosabat qilish kerak.